Surxondaryo viloyatidagi klasterlar, fermer xo'jaliklari va pudratchilar jami 84,672 gektar maydonda boshoqli don yetishtirib, 280,381 tonna g'alla xirmonini barpo etdilar hamda respublikada birinchilardan bo'lib oldinga qo'yilgan rejani ortig'i bilan bajardilar. Shu munosabat bilan Termiz shahrida g'allakorlarni sharaflash va ularning fidokorona mehnatini munosib rag'batlantirishga bag'ishlangan tantanali bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirda Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov ishtirok etib, barcha g'allakorlar, fermerlar, klasterlar, pudratchilar hamda agrar soha vakillarini erishilgan yuksak natija bilan samimiy muborakbod etdi. Ta'kidlanganidek, davlatimiz rahbarining sohada amalga oshirilayotgan islohotlari, yaratib berilayotgan imkoniyatlari hamda qishloq xo'jaligi faxriylarining boy tajribasi, ilg'or fermerlarning tashabbusi, soha mutaxassislarining bilim va mahorati, shuningdek barcha mehnatkashlarning birdamligi tufayli Surxondaryo viloyati bu yil ham respublikada birinchilardan bo'lib davlat ehtiyojlari uchun tovar don yetkazib berish bo'yicha shartnomaviy rejalarni to'liq bajardi. Viloyat rahbari ushbu ulkan xirmonni barpo etishda munosib hissa qo'shgan suvchilar, agronomlar, mexanizatorlar, muhandis-texnik xodimlar, kombaynchilar, haydovchilar hamda o'rim-yig'im jarayonida ishtirok etgan barcha mutaxassis va mehnatkashlarga viloyat ahli nomidan samimiy minnatdorlik bildirdi. Qayd etilganidek, hosilni qisqa muddatlarda nest nobud qilmasdan yig'ib olish maqsadida 126 ta o'rim-yig'im otryadi, 250 ta don o'rish kombayni, 1191 ta g'alla tashuvchi avtotransport vositasi, 110 ta ko'chma ta'mirlash ustaxonasi hamda 79 ta yoqilg'i tashuvchi maxsus texnika jalb etilgan. G'alla o'rimini uyushqoqlik bilan tashkil etib, don topshirish rejasini birinchi bo'lib bajargan Bandixon, Jaqo'rg'on, Termiz, Qumqo'rg'on va Qiziriq tumanlari mirishkorlari, shuningdek har gektardan 100 sentnerdan ziyod hosil olgan 100 nafar ilg'or fermer xo'jaligi rahbarlari alohida e'tirof etildi. Shu bilan birga voha fermerlari mo'l hosil yetishtirish bilan bir qatorda xalqimizga xos saxovat va bag'rikenglik an'analarini yana bir bor namoyon etdilar. Joriy yil hosildan 2000 dan ortiq fermer xo'jaligi tomonidan 14500 tonna g'alla o'rim-yig'im ishlarida ishtirok etgan mehnatkashlarga tarqatildi. Shuningdek, 4900 nafardan ortiq ehtiyojmand oilaga 1000 tonna bug'doy beg'araz yetkazib berildi. Tantanali tadbirda viloyat g'alla xirmonini barpo etishga munosib hissa qo'shgan klasterlar, fermer xo'jaliklari, mexanizatorlar, suvchilar va boshqa soha fidoyilari taqdirlanib, ularga esdalik sovg'alari topshirildi. Hosil bayrami milliy qadriyatlarimizga xos to'kin dasturxon, dilbar kuy-qo'shiqlar va bayramona konsert dasturi bilan yuqori saviyada ko'tarinki ruhda o'tdi. Shuningdek, viloyat hokimi kun davomida Termiz tumanida bo'lib g'o'za parvarishi ishlari, agrotexnik tadbirlarning bajarilishi, shuningdek hududning katta qismini suv bilan ta'minlovchi Termiz kanalini qazish va loyqadan tozalash ishlarining borishi bilan tanishdi hamda mas'ullarga bu boradagi ishlar samaradorligini yanada oshirish yuzasidan aniq topshiriq va vazifalar berdi.